Bunday sog' obunachilar, sizlar bilan Mavluchi. Bugungi videoda o'sha o'tgan safar moblarga aylanib vijivaniya qiluvdik. Shunaqa qilib yana bugun vijivaniya qilamiz. Xo'sh, bilyapman, o'tgan safar shuncha chiqqan moblarim uchib ketarkanmi, o'lsa bilmadim. Uchib ketibdi hozir yog'chalab. Xo'sh, davay nima qilamiz? Mana bossam faqat mana chikken turibdi. Boshqa yig'gan Enderman yig'moni bor. Boshqa moblar yo'q kerakchi. Shunam endi zaybal bo'lib boshidan yig'amiz. Boshqa iloji yo'q endi. U zombi yo'q. Qan tog' go'shi bilan urib onasini chiqazmaymiz. Bilar qani zombiga aylanadi. Shetdansan, u mana yaxshi, namuncha o'lmaydi bu. Yaxshi, bu ham o'laman deb ketdi-yu. Ke tog' yemgan. Xo'sh, endi qornimiz ochibdi. Tez o'tinni nima qilib, resurslarni yig'ishimiz kerak. Hatto anu Enderman o'ldirib qo'ygan itvatcha joyga bora olmayman, chunki ari bo'la olmayman endi. Hozir yurib borgunimcha bilan o'tgan safar o'zi uchib zo'rg'a topdim, esinglarda bo'lsa. Kstati, birinchi videoni shu ekranlarga chiqarib qo'yaman. Mana shu birinchi video. Kim ko'rmagan bo'lsa, yaxshi, qiziqarli video bo'lgan. Moblarga aylanib zo'r bo'lgan. Xo'sh, qaysi tarafga? Mana shu taraflarga yuruvdim menimcha. Da, shetlarga boraman hozir. Birinchi resurslar yasoqlaydi. Stack shu. Qani go endi. O'sha tarafga boramiz. Balki toparmiz narsalarni. Da, shu taraflaydi. Menimcha adashmasam o'sha taraflarda edi. Balki topmasak yaxshi bo'lardi lekin. Bilar kirib salomlashish uchun bilar personajimni ovoluvdim. Jalab boshqa mobga aylanmaysandan qo'yib, limitimni o'chirib qo'ydik ban. Qaysi taraflaydi ya? Enderman o'ldirib qo'ygan joyi. Ochiq taraflaydi, adashmasam bilar shu taraflarda edi. Topsam prямchi dahshatchi bo'lardi. Aytgancha bu videodan maqsad albatta Ender Dragongacha borish. Ender Dragonni o'ldirsak, biz Ender Dragonga aylana olamiz. Bu shunaqa modki, siz o'ldirgan hayvonga aylana olasiz. Bilar Enderman qattiq o'ldiruvdi meni yibanashga. Shu taraflarda edi-yo menimcha. Yana qizi bilar qishloqda bo'laman. Bilar qorin och qoldi. Enderman qattiq o'ldirib qo'yuvdi. Ili bilet uje foydasi yo'qmi joy topganim bilan bilet baribir narsalarim yo'q bu bo'lganmi? Jalla shuncha narsam, temirlarim bor edi, bronalarim bor edi. Qishloq topmasachi, prям asal bo'lardi-da. Golemga aylanib olardi bilet. Xo'sh, shunda nima ham dirdim bilet. Ketishyapti. Bed yasashga shoshilmaymiz, chunki monsterlar tegmaydi, zombiga aylanib olamiz. Shetdan endi tosh olsam Ratola pech yasashga ham olaveraman. Bir 15 tacha yetsa kerak primerli. 15 tadan oshib ham qolar menimcha. Qizi borani 20 ta olamiz, 20 bitta. Endi suramiz tepaga. Xo'sh, verstackdan endi pechga bolta. Pechkaga solamiz, tez ovqat yeyishimiz kerak. Endi ikkita nima bergindi cho'p yasashga. Ketgani ham nima qilib? Xo'sh, ketishyapti. Endi biz tezroq zombiga aylanib olishimiz kerak mana. Xo'sh, mana yaxshi. Endi biza boyagi o'lgan joyimizni topishga harakat qilamiz. Bilet, tip inventari ham yo'q qilmasaydi, jalab. Xo'sh, endi qo'yga ham aylanib olamiz. Xo'sh, cho'ta. Qishloq. Yaxshi. Bilyap. Golem bo'lsa iltimos, faqat golem bo'lsin-da. Stop. Agar golem bo'lsa bizani o'ldirib qo'yadi, to'g'rimi? Biz chunki monstermiz-ku. Shuning uchun hozir bilet qo'yga aylanib turadi, chunki mob bo'lsam hamma monsterlar ham tegmay turadi-da menga, menimcha. O'tgan safar bilet arib olganimizda zaybal bo'lib, monsterlar o'ldirib o'tdi bizani. Uxlab turib olamiz. Bilet kirg'izinglar. Jalab kirolmayapman, sig'mayapman. Diyeta qilishim kerak. Xo'sh, endi uxlaymiz. Bilet ertalab shunda uyg'onganimizda eshikdan golem qarab turgan bo'lsa, xo'sh, hozir player aylanib olsa ham bo'ladi. Keyin golemni qidiramizda, golemga aylanib, stop. Villagerga ham aylanib ko'ramizmi? Jiteldan qo'y. Uxti. Qani, xotini yo'qmi dish qilib, bu qanaqa joy? Bilet sandig'i yo'q, tvatcha qishloq ekan. Xo'sh, bilet golem yo'qmi? Va nihoyatda golem birat, qandaysiz? Yo'q kelinchi. O'ldirib qo'yaman. Bilet, ke. Bana, voy bilet, xuyet qilinglar bilet. Jitel golem o'ldiryapti. Chala. Bilet, yaxshi spam point. Zo'r, ajoyib. Bilet, qo'lni qaranglar. Qo'lga qo'y bormi? Xo'sh, narsalarim, qani boltam qani? Bilet, boltam qani? Ana boltam. Endi bilet qo'rqib ketibman, onayimman yo'q. Endi boshidan yana kelamanmi topib deb. Bilet, zaybal qisib o'lsang-chi bilet. Yaxshi. Endi golemga aylanib olamiz. Qani? Mana. Bilet, golemimiz bilet. Ko'rasizlar endi? Nimaga? Hozir ovqat yesam nima bo'ladimi? Cho'ta sinib ketgan bo'lib turibdi.
Nahoy obuna bo'lmagansan hali. Tez obuna bo'lib qo'y. Like ham bosmabsan-ku. So'tak. Mayli, necha? Xo'sh, endi monsterlardan qo'rqish yo'q. Ular yugurish qara onangni nemaga Xo'sh, biz non yasab olamiz mana bundan. Menimcha, golem bo'lib o'ynaganimizda bu tipa sakrasa uron olmasligi kerak, ya'ni jon ketmasligi kerak sakrasa. Balandlikdan sakraganimizda jon ketmaydi endi. Yaxshi. Xo'sh, endi bizda plyus qo'shimchasiga temir ham bor. Hozir men ko'rishim kerak. Agar ovqat yesam, mana bu singanlari ketadimi? Tipa singanga o'xshab turibdi-yu, ko'rasizlarmi? Xo'sh, endi ovqat yeb ko'ramiz. Qani, tuzalarmikin? Tuzaldimi? Tuzalar ekan, yaxshi. E'tibor berishgan ekan ko'p narsaga. Normalni. Xo'sh, endi men bu uyga kirib ko'ramiz. Bag bilan. Bilya, sig'mayapman. Qizinglar bilan. Xo'sh, yaxshi. Endi bu joyda, bu uyda nima bor? Sandiq, qog'oz bilan qatga ishlataman. To'letganmi? Namcha kichkina qishloq, golemni qorni tez ochar ekan. Bu mana bu joyga kiramiz. Bitta ham menimcha sandiq bo'lish kerak adashmasam. Bu taxtalarim chiqib qo'ygan ekan. Oldim. Yaxshi, boya bilet, yaxshi ham spam point qo'ygan ekanman. Agar bilet. Qatdan uni topolmasdim menimcha. Bilet. Qizinglar uylarga jala zaybal bo'ldimi? Bunaqa uyda sandiq bo'lmasdi. Nimaga? Bittachi, bitta ham yo'q. Juda bir bilet. Qurumsoq qishloq ekanda, jala. Shuncha shitil naqi yuribdi. Ishlasa bo'lmaydimi? Mayli, shu qishloqda qolamiz menimcha. Boshqa qishloq yo'q ekan, yon atrofda. Ko'proq non yasab oling, muammo bo'lmasin keyin. Yaxshi bo'ldi. Gap yo'q. Mana buni endi golemga bilet qabr yasab ketamiz. Rahmat golem, yaxshi odam edi. Minecraftda siysa bo'lmaydi. Xo'sh, mamtdan ham nimalarni olamiz? Keyin biz yana yasashimiz uchun nonni. Hozir shaxtaga bemalol tushsak bo'ladi. Endi chunki monsterlardan nehoy qo'rqadigan joyim yo'q. Bilet. Nahoy joni buni kam bilet. Yibanmi bu? Bagmi bu? Qo'yga aylanib turib yana aylanaylik-da golemga. Golemni joni ko'p bo'lish kerak-ku, bilet. Playerligi bilan bir xil bo'lmaydi-yu. Jala modni maqtasa bo'ladi, yomonlasa bilet. Mayli qatta g'or bor edi, g'orga tushaylik-da. Bu pichanni olish Minecraftdagi eng oson ovqat topish yo'ldan bittasida pichan. Davay ko'proq hammasidan yana yasab oling. Bo'ldi. Endi temirdan ketga yasab olaman. Bo'ldi. Yaxshi. O'lganimizga yarasha resurslarni tez tiklab oldik. Mana bitta g'or bormidi? Shu yerga tushib ko'raylik. Xo'sh, qum bor ekan. G'or ham yo'q, boshqa ham yo'q. Qo'lda ham bitta udarni o'ldirish kerak. Aytgancha menga qilichni qo'y kerak emas endi. Menga g'or kerak hozir. G'or bormi? Alyo, g'or topolmay o'ldim lekin bor-ku. Davay shu joylarga boramiz. Ochiq joyga o'xshabdi. Suvda suzib ko'ramiz. Golem bo'lib, namcha o'ta sekin suzarkan. Onasini hamsin, onasi suvga tushmasa ham bo'ladi. Nima edi u? Suzyaptimi? Hozir tez suzib ketdi, adashmasam. Mana nima? Xeravrinning yangi belgisimi? Temur versiyasimi Xeravrin? Qanaqa biom bu? Chiroyli joylar ekan. Idinna qo'y bilet. Nahoy o'ldirdim. Ruhi o'tyapti. Jala. Cheti. Sen Xeravrin emasmisan? Nima xohlayapsan? Skyorlini tiqilaverib. Nima turtib yotibdi? Shu yerda mana buni qaraylik. Bu bug. Lavanito joyda generatsiya bo'lib qo'ygan ekan. Xo'sh, ketishyapti. Yaxshi zani. Faytimiz kelyapti. Bizga endi bolta faqat daraxt chopish kerak menimcha. Chunki men qaraylik qo'lda bitta udarni o'ldirib qo'yaptimi? G'or yo'qmi? Zaybal bo'ldimi? Mama xafa bo'ldi bilet. Xotini nima, yerini o'ldirib qo'ydimi? Ko'tini qiz. Bu jalob o'lib qolma. Qanaqa yotibdi bu? Chalab yotish qarab bilet. Yaxshi. O'lib ket bilet, skelet chalab. Qani? Yaxshi endi duqim bormi bilet? Menda bor. Chota shetlarga borib ko'ramiz. Mancha g'or kerakdi. Chota faqat qo'l bilan urish kerakmi? Bitta udarni o'ldirmayu skeletni. To'g'rimi? G'or yo'qmi? Zaybal bo'lib ketdim bor-ku. Yaxshi. Davay sendan olayda go'shtlaringni. Keyin g'orga tushib ketamiz. Ikkita g'or yaxshi. G'orga tushib endi kayf qilamiz. Qani, kiming bor menga chiqadigan? Chala, nima bu? Juda bitta udarni o'ldirmayapti-yu. Dalba bo'lib qolganmi bu? Nimaga bu ishlamayapti? Hozir ana fakelni yonadigan qilib qo'ydim. Bu temir yaxshi. Biz aytgancha golemmiz-ku, to'g'rimi? Golemni o'ldirsa temir tushadi-yu. O'zimizni o'ldirib keyin tushgan temirni olsak bo'lmaydimi?
Xo'sh, okey. Bu taraflarga borib ko'ramiz endi. Qani, o'rgimchi. Yo'qki, qo'rqoqsan. O'qdi. Gul chap-chappa g'ori-yu. Katta. Tushamizmi? Tushamizmi? Davay kellarim bitta-bitta. Na qo'y. Bilya, qani. Bilya, nima bu? Jala. Idindan qo'y. O biля, sabza tushdi. Cho'ta men bir yaxshi ko'rinmayapti-da menga. Bunaqa bor-ku, fakelli yorug'ligi. Bunaqa bo'lsa, biля, yop-yorug'mi? Nimaga unaqa? Gibanistik. Montajda ko'rinyapti degan umiddaman, yana bilmadim biri. Menga bemalol ko'rinyapti-da lekin. Biля, menimcha ko'rinmaydi-ya. Qanaqa g'or bu? Temirchi. O'tgan safar ham shunaqa bo'ldi-yu. 16-5 g'orlari rosachi temir bor ekanda. Temir bilet dax. O'ya, hozir uje 16 ta temir chiqdi. Yangi versiyalari shunaqami? Jala, yana temir zayboq. Kimdir urdimi? Bitta nima bor? Davay chiqadigan joy qayerda edi? Bilya, pashondan qo'y. Do'konlaring kelma. Davay uxlaymiz. Nima? Chaqmoq deydimi? Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Davay skeletni o'ldirib kelaylik. Jala quduq. Yiba, hazlashdim. Brat, jonim kam. Qissasi-chi. Bilya, golemmi-chi joni ko'proq bo'lish kerak edi. Davay tepaga chiqaylik. Tepaga qatdan chiqadi, zaybal bo'ldim. Qishlog'imni o'ndim. Qishloqqa qaytgim kelyapti. Bilya, zaybal qildingsan. Sana вообще bor-ku, bilya, sig'maydi g'orlarda. Jalab men to'ydim bor-ku. Davay, zombigami, skeletgami aylanib olamiz-da. Qani go endi. Endi g'orni aylanib chiqamiz. Menga skeletga qo'ysam bilet kamon bermas ekan, shunisi yomon ekan. Yosh bola zombi jalab. Jalab-ey. Spot. Bilya, o'ldirib olay, zaybal. Jala, gitchasi bor bilet. Yaxshi. Yaxshi, endi anaqa yaxshi, adasi kelmaydimi? Qo'ymani, o'g'limni o'ldirildi. O, ana Minecraftdagi eng pidaras dalbayob itvatcha mobga aylanib oldik. Endi bitta blokka ham sig'amiz-a, shunaqami? Yaxshi, brat, idina qo'y. Bilya, yaxshi, qo'limda o'ldirdim jala. Xo'sh, men temirlarni eritib olsam zo'r ish bo'lardi lekin. Xo'sh, bizaga endi temirdan bolta yasab olamiz. Bo'ldi endi. Bu yerdan surdi qo'l. Aka, amaki, tog'a, pochcha. Namcha zombilar ko'p. Men tepaga chiqim kelyapti-da. Nima qo'yib qo'ysan? Qachondan qo'ydi yo'qmaysan. Hayfa, bilet. Hammaga sakrab beramiz. Kim otdi? Naq qo'y nima? Hammaga qo'yib chiqamiz bilib, idin naq qo'y. Tashqariga qanab chiqishi bilmadim lekin tashqariga chiqdim kelyapti. Davay, shetdanmidi? Da, yo'q, bet. Boshqa joy-ku. Xo'sh, betdan pastga tushib ketyapmiz nabarot. Kam, egizagim, bratishkam. Mayli, senga tegmayman. Bilaman-da nima qilishini. U shetdan chiqarmidi? Rosta tak aylanib yuribman zaybal. Xullas, mana uyimda bratishkalarim bilan videoni tugatamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, davay birinchi qismini ham ko'ringlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Birinchi qismi ekranlarda yana chiqdi. Bosib ko'rib olinglar. Keyingi qismida inshaalloh ko'proq moblarni o'ldirishga harakat qilaman. Sizlar bilan Fluch bo'ldi. Keyingi videogacha idinna